Aziz do'stlar, Qo'qon bozoriga yetib keldik. Bizni kuzatishda davom eting. Hozir choylarimizni tarqatib, insonlarning fikrini olamiz. Mazza olish kerak. Ochish kerak. To'yimizni aytishdingiz, ta'miga nima deysiz? Ta'mi zo'r, vaqti, ta'mi zo'r. Qo'qonda ham filial ochaylikmi? Ochinglar. Bas zo'r ekan. Rahmat. Andijondan sog'. Zo'r deydi. Gap yo'q, rahmat, sog' bo'linglar. Ajoyib mazali shifobaxsh choy ekan. Ham mazali yo'qdi. Rahmat. Kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Zo'r. Omadlaring bersin. Bor ekan. Fiyat ko'taradigan choy ekan, gap yo'q. O'zi ko'p kuzatuvchimiz Qo'qon va Farg'onadan. Choylarimizni kutishga nasib bo'lsa ochamiz Qo'qonga. Ta'mi qanaqa ekan? Mazali zo'r. Qo'qonda joylashgan Muzaffar savdo kompleksida o'sha mashhur fonusli do'kon oldida o'z choylarimizni tarqatib bo'ldik. Bu do'kondan jamiki Xitoy premium choylarni topish mumkin. Biz anchadan beri birga hamkorlikda ishlab kelamiz. Xolisona tavsiya qilib kelganmiz. Bu yerdan o'zimiz importator choylarini, resept choylarini topish mumkin. Hurmatli obunachilar, izohlarda qoldirishingizni kutib qolamiz. O'z fikringizni va keyingi manzilimiz qayer bo'lishligini, Choychi Abdullohga obuna bo'lish va mehmon bo'lishni unutmang.